Assalomu alaykum, azizam. Omonmisan? Bormisan? Muborak juma tongida men seni sog'inib, yana maktub yo'llayapman. Avvalgi maktublarim senga yetib borgan bo'lsa xursandman. Javoblaringni ham intiqlik bilan kutib qolaman. Bilaman, hayot sinovlari ostida ezilib, temir kabi toblanding. Ba'zan umidsizlikka yengilding, tushkunlikka tushding. Kel, bugun men senga umid haqida so'zlab beray. Ey qalbi ummonim, umid go'zal narsa. Umid bizning iymonimiz poydevoridir. Umid bizga sakinat va kuch beradi. Hamma narsa yo'qolgandek tuyulganda, umid bizni davom etishga undaydi. Hayotda sen o'zgartira olmaydigan narsalar juda ko'p. Ularni qabul qilish umiddan voz kechganingni anglatmaydi. Bu faqat Allohga ko'proq tavakkul qilishing, aniq va erisha oladigan maqsadlarni qo'yishing kerakligini anglatadi. Har doim Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lgin. Hech kim senga boshqacha aytishiga yo'l qo'yma. Umiddan voz kechma. Zero umidingni ushlab turish sening eng katta kuchingdir. Sinov vaqtida sen umiddan langar sifatida foydalan. Umidsizlik esa shaytonning qurolidir. Allohning rahmat, mag'firat va barakot eshiklari esa doimo ochiq. Bilginki, hamma narsa sen kutgan emas, aynan senga kerakli vaqtda keladi. Sabr qil, duo qil va jarayonda davom et. Sendan kutiladigan va talab qilinadigan narsa qo'lingdan kelganini qilgandan keyin tavakkul va sabr. Qochib ketmasligi uchun avval tuyangni bog'laysan. Ha, buni qilishing lozim. Ammo keyin sening ishlaringni boshqaradigan yuqori kuch, oliy zot borligini tan ol va e'tirof et. Unga tavakkul qil, yaqin sifati bilan ishon. U ishlar unga topshiriladigan, al-vakil sifatiga ega bo'lgan zotdir. Allohga nisbatan kamtarlikning bir qismi bu sen hamma narsani nazorat qila olmasligingni qabul qilishingdir. Sen shunchaki qila olmaysan. Sen bandasan, cheklangansan va ba'zida o'zingni nochor his qiladigan vaziyatga duch kelasan. Boladek ojizsan, chunki vaziyatni yaxshilash uchun endi hech narsa qila olmaysan. Sen qo'lingda bo'lgan barcha imkoniyatlarni tugatding va endi Allohga tavakkul qilish, unga to'liq taslim bo'lish qoldi xolos. Unga taslim bo'l. Ammo yaxshi gumonda bo'l. Umidsizlikka tushma. Hamma narsani duo qilib, xayrlisini so'rashda davom et. Azizam, ushbu so'zlarimni quloqlaringga yaxshilab quyib ol. Hamma narsa sen istagan vaqtda emas, aynan senga eng kerakli vaqtda keladi. Sabr qil, duo qil va Allohning rejalariga ishon. Allohdan umid uzilmas. Butun dunyo sendan voz kechsa ham, Alloh sen bilan. Yetarki, sen buni his qil. Unutma, biz qalb diyoriga safarga otlandik. Qalbingga quloq tut. Qalbingda umid bor. Men seni o'sha yerda kutaman.